Ko'pchilik boshi og'riydi, bo'yni og'riydi yoki bo'lmasa bel sohasida og'riq sezadi. Buni sabablaridan biri ko'pchilik e'tibor bermagan yoki bilmagan bitta yashirin sabablardan bittasi bu ko'zdagi muammodir. Ya'ni agarda bemorda miopiya, ya'ni ko'zni ko'ra olmaslik qobiliyati yoki bo'lmasa astigmatizm deymiz. Astigmatizm bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ko'z bitta olmasi uzunroq, bittasi kaltaroq bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatlar ham bemorda bo'yin, bel, bosh sohasida og'riqlarga olib kelishi mumkin. Agarda sizni ko'rish qobiliyatini o'zgarganini kuzatadigan bo'lsangiz, albatta ko'z shifokoriga murojaat qilib, aynan ko'zdagi o'zgarishlar birlamchimi yoki birlamchi emasmi o'sha narsani bilishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shuningdek, aynan shuni teskarisi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni beldagi, dumg'azadagi, bo'yin sohasidagi yoki bo'lmasa ko'krak umurtqalaridagi muammolar ko'rish o'tkirligini o'zgartirishi mumkin. Ko'rishda ko'z olmasini shakli aynan shu bo'yin sohasida mushaklar orqali yoki bo'lmasa bo'yin sohasidagi simpatik gangliyani ensa sohasida joylashgan ko'ruv markazini boshqaruvchi nervlar bor, kallachi nervlari deymiz. Ana o'sha nervlarni joylashgan yadrolariga ta'sir o'tkazadi. Ana o'sha yadrolarning tonusi yoki bo'lmasa o'sha yadrolarda yuzaga keladigan impulsatsiyaning o'zgarishini evaziga ko'z olmasining shakli o'zgarishi mumkin. Ba'zan hatto g'alaylikka ham olib kelishi mumkin bu narsa. Bemorlarga beradigan tavsiyamiz, sizda ko'zingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, davolatmasangiz belingizdagi va bo'yningizdagi yoki boshingizdagi og'riqlar ketmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa ko'zingizda avj olib borayotgan ko'rish bilan bog'liq muammolar sizni umurtqa pog'onangiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun har bitta kasallikni davolash uchun kompleks yondashuv talab qilinadi.